Erim bilan janjal qildim. Futbolkalardan qiz bolaning lab bo'yog'i chiqdi. Narsalarimni yig'ishtirib endi ketaman deb tursam, axir bu syomka uchun qilingan lab bo'yog'i edi deb itib qoldilar. Mana bu nima? Mana bu nima bu? Ne o'tossan? Nech pul turishini bilasanmi bu futbolkami? Videoni ko'rganimdan keyin ko'nglim ancha xotirjam bo'ldi. Xo'jayinim shunga ham rashk qilib o'tiribsanmi deb kulib qo'ydilar. Kelindan ko'ra eng sevimli futbolkamni qanday oqartirish yo'lini senga ko'rsataman deb sam mahsuloti bo'lmish. Kiyimlaringizni oqartiradigan hamda dog'larni ketkazadigan mahsulotini menga ko'rsatdilar. Xo'jayinimga jahlim chiqib, sizni eng sevimli futbolkangiz endi o'z holiga qaytishi juda ham qiyin deb aytdim. Ular bo'lsa ko'rasan, avvalgidek o'zini holiga qaytadi deb aytdilar. Jahlim chiqib lab bo'yog'ini yaxshilab ishqilab yuvib tashladim. Avval 15 daqiqada iliq suvda qoldirib, keyin qizni pomandasi oxirigacha ketsin deb kirmochtaga ham tiqib bordim. Agar ketmasa bu futbolkani musorkaga otmoqchi edim. Lekin qaranglar qizlar, vau, effekt вообще bomba. Bitta ham iz qolmadi, oppoq bo'lib chiqdi, xuddi yengidek qilib qo'ydi o'zi ham. Uni buni qo'yganda mana akkuratning qizlarimga juda ham zo'r yengilligim bor. Saf firmasining 5 litrlik gelida super sovrinlar o'ynalmoqda. 6 dona 17 Pro hamda 38 ta tilloziklar va turli xil pul mukofotlari sovrindori bo'ling. O'z omadingizni sinab ko'ring.